Voy Sodiq, qayerlarda qolib ketdingiz? Tahririyatga qo'ng'iroq qildim, baqqolga qo'ng'iroq qildim, hech qayerda yo'q ekansiz. Odam degan xabar berib qo'ymaydimi? Men ham shunga qarab xavotir oldingmi? Albatta-da. Shaharning tinchligini bilmaydigandek gapirasiz-a? Ichib oldingizmi? Ha, ozgina. Tahririyatdagi do'stlar majburlashdi. Sodiq, shu kunlarda ichmay turing. Bugun erta ko'zim yoriydi axir. Meni kechir hayotim. Sen haqsan. Maqolam chop etilmadi. Men ham ko'rdim. Bugun maqolangiz chiqmabdi. Tahririyatdagi yangi mudir qo'rqinga o'xshaydi. Qo'yaver. Raqib bormi? Yo'q. Nega? Hammasini o'zim ichdim. Axir 2 kishi uchun javobgarman-ku. Kichkinagina shisha kamlik qiladi. Sodiq, jahlimni chiqaryapsiz. Xo'p. Juda issiq. Shumtaka qalay? Yaxshi. Bugun sanchiq tutdi. Tug'ilishga rosa shoshilyapti. Sodiq, shumtaka deyavermang. Balki qiz tug'ilar. Mayli, tezroq tug'ilsin. Ertaga tush vaqtida kasalxonaga yotasizlar. Ha, tug'ilsin, lekin bugun emas. Mast ahvolingizga chaqaloqni quchog'ingizga olasizmi? Umuman bermayman, yiqitib yuborasiz. Yiqitmayman. 3 finjon qahva ichaman, keyin aslo yiqitmayman. Otasining shirinida. Qani sinab ko'ramiz. Yostiqni oling. Orqasidan emas, yelkasidan yuqorog'idan ko'tarasiz. Boshi orqaga ketib qolmasligi kerak. Sodiq, turing. To'lg'oq boshlanyapti. Ertaroq boshlandi. Qo'la qo'ying. Bo'ldi, tinchlan. Ham yonimni olsam bo'ldi. Qani olsang-chi. Sabr qil. Alloh jazoyini bersin. Bo'ldi, hozir taksi topamiz. Kasalxonagacha 5 daqiqalik yo'l. 5 daqiqa deysizmi? Tug'ib qo'yaman-ku axir. Kim bor? Aysunning to'lg'og'i boshlandi. Yuring, kutolmaymiz. Chuqur nafas ol. Nafas olmayapman. Bo'ldi, tinchlan. Hozir taksi topamiz. Tinchlan, o'zingni bos. Tinchlan jonim. Bo'ldi jonim. Taksi yo'qmi? Yordam beringlar. Sodiq, ancha yaxshiman. Bo'ldi. Yordam beringlar. Bitta ham mashina yo'qmi? Nahotki hayhotdek yo'ldan bir dona ham mashina o'tmasa. Sodiq, chidolmayman. Yurolmayapman, Sodiq. Yurolmayapman. Hozir. Tug'ib qo'yaman hozir. Kela qol. Qani? Kel. Bo'ldi. Chida, azizam. Yotib ol. Tinchlan. Sodiq, suv ketyapti. Sodiq, tug'ib qo'yaman hozir. Nima qilsam ekan? Nima qilay? Kim bor? Tez yordam. Og'ayni nima bo'ldi? Avtohalokatmi? Rafiqam o'ldi. Chaqaloq tug'ildi. Ko'p qon yo'qotdi. Hech kim yo'q edi.
hech kim yordam bermadi. Hozir tez yordam chaqiraman. Nega hech kim yo'q? Harbiylar to'ntarilishi sodir bo'ldi. Afshar film namoyish etadi. Chag'an Irmak filmi. Otam va o'g'lim. Rollarda Chetin Tekindor, Fikret Kushkan, Humera, Sherif Sezer, Yetkin Tekinchilar, Binnur Kaya va boshqalar. Hali hech narsa boshlanmadi, o'shirib qo'y. Sakrama, yana nimani boshlayapsan? Kelaqa, nonushta qilib ol bolam, ke. Sakraganim yo'q, tekshirib ko'rdim. Nega endi? Mitta odamchalardan tutmoqchi bo'ldim. Orqamga o'girilishim bilan kitobdan chiqib kelishyapti. Qanaqa mitta odamchalar? Axir o'zing mitta odamchasan-ku. Bu yerda sendan boshqa mitta yo'q-ku axir. Bor, siz ko'rmaysiz xolos, yashirinib olishgan. Gulliver va Alisa ertagidagi mitta odamchalar. Alisa katta bo'lsa ham ular mittiligicha qolishadi-ku. Qaysi Alisa? Ko'zingga urib ko'kartirgan bezorimi? Ha? Yo'q, adashdingiz. U Ali edi. Alisa esa ertak qahramoni. Ha, yaxshi-da. Menni tugatishing shart. Fatma ona, Labbay qurboning bo'lay. kecha dadam yegulik uchun pul bergandi-ku, o'shanga Qizil qalpoqcha kitobini olsam bo'ladimi? U yerda Jo Dalton haqida kitob ham bor. Dadang kelsa borarsizlar. Keldingmi, Sodiq? Qaraysiz, Fatma opa. Yaxshi. Uxlab qopti-ku. Ha, ko'rmay qopman. Tush vaqtida ayron ichgandi. Voy, rosa terlabdi-yu. Baqlajon va bulg'or qalampiri qovuraman. Senga yoqadi-yu. Hech qaysi fasl yozga teng kelmaydi. Hamma narsa to'kin sochin bo'ladi. Denizning buvisi kelmadimi? Keldi. Yuzini shayton ko'rsin. O'zicha gerdayib kelib ketdi. Janjallashib qoldinglarmi? U bilan nega janjallashar ekanman? Har doimgi gaplarini gapirib ketdi-da. Denizni ko'rgach, qizi yodiga tusharmish. Turmush qurishmaganida shunday bo'lmasdi. Yana bir nimalar dedi. Yolg'onlarni rosa to'qidi. Unga qarolmayman demadi-yu, ammo sayru sayohatdan quruq qolishini o'ylayapti-da. Yana Bodrumga ketishmoqchiymish. Og'zini cheti bilan zo'rg'a Deniz birga borsin deb qo'ydi. Yolg'onchi. Ha, yana yarim kilo qiyma olib kelibdi. Bolaga ko'fta tayyorlab bering deydi. Gapini qara.
Dadasi uni och qoldirayotgani yo'q. Shukrki, ust-boshi butun dedim. Ko'fta va qiyma bilan qutulmoqchi bo'luvdi, ta'zirini berdim. Kamiga qizidan qolgan omonatiga ko'ylak olib kelibdi. Bolani tizzasidan turibdi, bir ko'rsang, katta bo'lsa kiyadi dedim. Siz ham boplabsiz. Deniz nima qildi? Voy bolam, qandaydir Alisa mo'jizalar mamlakatida degan kitobni o'qibdi. Kelganidan o'sha kitobni aytib berdi. Endi esa sen tashlab ketadigan pullarga kichik Jo degan kitobni olmoqchi. Dardu fikri o'qishda. Lekin qo'zichog'imni birovga ziyoni tegmaydi, ko'z tegmasin. Xo'sh, nima bo'ldi, nima deyishdi? Fatma opa, biz ketamiz. Avval gaplashgandik-ku. Unutmang. Vaziyat og'ir. Shu kunlarni boshimizga solganlarning Xudo jazosini bersin. Yig'lamang, Fatma opa. Bu yerda 2 oylik to'plab qo'ygan pullarim bor edi. Yo'q, kerak emas. Shu kungacha berganlaring menga yetadi, bolam. Fatma opa, olib qo'ying. Balki ora-sirada kelib turarsizlar. O'shanda beraverasan. Kelasizlar-ku, to'g'rimi? Ha? Fatma opa, boshqa qaytib kelmaymiz. Men ovqatni tayyorlay. O'g'lim, xayrli tong. Uxlab qopman-ku. Ertalab tong saharda turdik-ku, charchagansizda. Ha. Dada, bu poyezd necha kilometr tezlikda yuradi? 100 kilometr. Unchalik tez yurmaydi. Mashinalardan o'zib keta olmaydi, to'g'rimi? Lekin baribir tez yurar ekan. Uyg'ongach daraxtlarni sanab ketdim. 80 ga yetganimda birdaniga mana bunday qilib tezlashib ketdi. Sanoqda adashib ketdim. To'pponchamiz bo'lganda zo'r bo'lardi-da. Uni nima qilasan? Qaroqchilar poyezdga hujum qilishganida kerak bo'lardi. Katta yog'och bilan yo'lni to'sib olishsa, poyezd to'xtab qoladi. Hammani tillalarini o'g'irlab olishadi keyin. Bizda tilla yo'q-ku. Demak, muammo yo'q. To'g'rimi, Deniz? Siz hech narsaga qiziqmaysiz. Mana uni ol. Bir vaqtlar men ham juda qiziqqon bo'lganman, o'g'lim, lekin hozir bu o'tib ketgan. Aytdim-ku, yovvoyilar hujumi, bosqinchilik qilishadi. Eshikdan uzoqlashib ketma. Qahramon kovboy Deniz to'pponchasini ushladi. Poyezdga hujum qilayotgan qaroqchilar esa buni sezmay qolishdi. Shuning uchun ham qo'llarini ko'targancha taslim bo'lishdi. Chunki qahramon Denizga hech kim qarshi chiqa olmasdi. Politsiya ekan. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Hujjatlarni tekshirayotgandik. Bu Mittivoy o'g'lingiz bo'ladimi? Mayli, oq yo'l. Xo'sh, Deniz, avval o'rgatganlarimni yana eslab olamizmi? Hammasi yodimda. Nimalarni o'rgatgandim, bir sanab berchi. Uyga borgach, hadeb savol bermayman. Aqlli bola bo'laman. Mabodo birortasi bilan tortishib qolsangiz ham bundan xafa bo'lmayman, chunki bobom sizdan xafa. U yerda hamma narsa juda murakkab. Katta oila,
Ha, u bizning oilamiz. Ammo ularning ham o'ziga yarasha muammolari bor. O'zaro munosabatlarda. To'g'ri. Amakimdan nega bunaqasiz deb so'ramayman. Chunki u meni amakim. Aniqrog'i sizni akangiz. U boshqalarga o'xshamaydi. Hamma narsadan darrov xafa bo'lib qoladi. Lekin juda ham yaxshi odam. Bolalar bilan urushmayman. Bobomni o'zi meni erkalatmagunicha yaqiniga borib, "Bobo" demayman. Balki borganimda meni xushlamas. Ammo shunda ham xafa bo'lmayman. Lekin mehrini qozongach, "Bobojonim" deyman. Dada, nega o'zi bobomnikiga ketyapmiz? Deniz, juda ko'p savol berding-da. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Nima? Hech narsa. Dada, qo'limni og'ritib yubordingiz. Shunaqami? Kechirasan o'g'lim. To'xta, Deniz. Shoshmasang-chi, Deniz. Deniz. Qani yur. Uyda hech kim yo'q. Bog'da bo'lsa kerak. Menimcha hozir kelib qolishadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Qayerdan bilasan? Juda qiziquvchasan-da. Hozir ta'sirini berib qo'yaman-da. Mana senga. Mana. Salom, qahramon. Siz meni bobommisiz? Voy Sodiq, o'g'lim. Voy, kichik xo'jayin, xush kelibsiz. Ibrohim, ko'p gapirmay yotni olib kel. Tezroq qimilla. Aytganingda kutib olishga chiqardik. Voy bolajonim, bolamni bolasi. Meni tanidingga, men buving bo'laman. Sakine, katta bo'lib qolganini qara. Nechiga kirding bolam? Sodiq, Sodiq qayoqqa ketyapsan? Sodiq, qayoqqa bolam? Daf bo'lsin yuzsiz. Hech qayerga ketmaysan. Ortidan ketsang ikkalangiz ham qaytib bu uyga qadam bosmaysizlar. Sodiq. Dada, qayoqqa ketyapsiz? Yaxshi. Shunday qiladigan bo'lsang, men ham sen bilan ketaman.
Sakine, jomadonimni tayyorla. Bu yerdan bir marta boshlab chiqib ketding. Bu hol boshqa takrorlanmaydi. Shu yerga yotib olaman. O'ligim ustidan hatlab o'tibgina ketishim mumkin bo'ladi. Bir marta indamagandim, lekin bu safar jimgina qarab turmayman. Hech qayoqqa ketmaysan. Kelinglar, kiraveringlar. Deniz, yuqoriga chiqaver o'g'lim. Chiq, mana shu zinadan ko'taril. Xo'sh. Uyimiz senga yoqarmikin, bolam? Kelaver. Mana shu eshikka kiramiz. Ke bolam, ke. Kichik Deniz va uning otasi yovuzliklar olamining la'natlangan eshigidan kirishga majbur bo'lishdi. Safar davomida bu olamning askarlari Denizning otasini ushlab, zindonband qilishga urinishgandi. Buni sezgan Deniz esa ulardan zinhor qo'rqmasdi. Chunki Denizning jasur otasi uning yonida edi-da. Qani, rosa charchagandirsizlar, bemalol damingizni oling. Qorningiz ham och bo'lsa kerak. Ovqatlanib olasizlarmi? Nima pishirib beraylik? Ha, mayli, men chiqa qolay. Yo Rabbim, yetkazganingga shukr, ko'zimning nuri. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Ming bor uzr. Siz bilan ham salomlasha olmadik. Yo'q, hijolat bo'lma, nega uzr so'raysan? Qani Sakine, ko'katli bo'rak tayyorlaylik. Sodiqning sevimli ovqati. Kechagi loviya ham bor edi. Biz pastda bo'lamiz, sizlar nafas rostlab tushaveringlar, bo'ptimi? Ha, aytgancha, balki pastga tushib tovuq so'yarmiz, nima deysan? Nabiraginamga mazali sho'rva pishiramiz. Danagidan mag'zi shirin deb bekorga aytishmagan ekan. Shu kunlarni ham ko'rsatganiga shukr. Dadangdan xafa bo'lma. 3 kun arazlab yuradi-yu, keyin o'ziga keladi. Fe'li shunaqada, nima ham derdik. Hammasini hal qilamiz, to'g'rimi? Hal qilamiz. Xuddi shunaqa rasm biznikida ham bor, dada. Endi uyimiz shu yerda o'g'lim. Ko'nikishga urinsang yaxshi bo'lardi. Sakine! Ushladim, qochib opa. ketmasin. Voy, eshikni yop, yana chiqib ketishadi-ya. Qani, obke. Obke. Ushlab tur, qizim. Ushla. Ushlayapman. Bismillahirrohmanirrohim. Hosil birdan, hosil ikkiga. Hosil birdan gapiryapman. Eshityapsizlarmi meni? Oyijon, sizmisiz? Ha, eshityapman. Ha, kelin. Uydami sizlar? Selimam o'sha yerdami? Qabul. Ha, ichkarida edi. Gapingiz bo'lsa o'zim yetkazaman, qabul. Sodiq keldi, qizim. Sodiq. Nima? Qabul. Selimni ham, bolalarni ham olib kelinglar. Ovqat pishib qoldi, tezroq yetib kelinglar. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Hozir yetib boramiz. Xolamga ham aytaymi? O'zim aytaman. Ko'p qolib ketmanglar. Tezda yetib kelinglar, qizim. Aloqa tugadi. Mana, tayyor.
Hozir sho'rva ham beraman. Loviyali dimlama yeganmisan? Tatib ko'rchi, senga yoqarmikin? Qani bolalar olinglar. Qolganlarni kutmaymiz, kelib qolishadi. Men bu tovuqni yemayman. Iye, nega endi? Bu bechorani o'ldirdingiz, shuning uchun. Bolajonim, bu axir tovuq-ku. Albatta bir kun so'yishadi-da. Mazza qilib yeb olamiz, to'g'rimi? Ha? Juda g'alati bola bo'pti-yu, ha? Men g'alati emasman. Oyijon, aloqa vositasini yangi oldinglarmi? Otang olib keldi. Hozir shu urfdaymish. Bir qurush sarflamay xuddi telefonda gaplashgandek gaplashamiz. Ishlatishni Denizga ham o'rgatasizmi? O'rgatmas ekanmanmi? Ishlaydimi o'zi? Albatta ishlaydi-da. Kelaqa ko'rsataman. Ke. Bo'laqa. Qani kesingchi? Ke, chiqib ol. Ha? Qara. Bunda kim gapiradi? Boshqa qishloqdagilar bilan gaplashamiz-da, bolam. Siz politsiyachimisiz? Albatta-da, odobsizlarni qulog'ini cho'zib qo'yaman. Bu yerda katta tugmacha bor, ko'rdingmi? Ha? Shunisini bossang. Xayrli kech, dada. Men qahvaxonaga ketdim, Nuran. Yaxshi bo'ling. Ha, shunday bo'lishi aniq edi. Ahamiyat bermam. Hozircha indamay qo'ya qol. Keyin o'ziga keladi. Bobojon, biz keldik. Bobo, biz keldik. Yashavor. Yugurmasang-chi, hoy bola. Xayrli oqshom, dada, ketyapsizmi? Ha, darrov keldinglarmi? Shu kunni kutayotgandinglar-ku o'zi. Dada, Sodiq kelibdimi? Kelgan bo'lsa nima bo'pti? Ha? Ahamiyat bermang, Selim. Yana to'nini teskari kiyib olganda. Husayn! Qayoqqa yo'qoldi darrov, a? Yoqqa ke. Kela qol o'g'lim. Birgalashib kiramiz. Yonimdan jilma deb necha marta aytganman senga, a? Ket. Yura qolinglar tez. Qani. Tezroq oldimga tush. Oyi, biz keldik. Oyijon, qayerdasiz? Voy, xush kelibsizlar bolalarim. Qani kelinglar. Xush kelibsizlar. Endi ovqatga Sodiq keldi, o'tirgandik. Sodiq. Bolajon, Ukalarning eng zo'ri. Ha, buni qara-ya. Xush kelibsan, uka. Salomlar. To'polonchi jiyanim shumi? Kel chiqani. Qo'limni o'p. Men amaking bo'laman. Meni eslaysanmi? Ha, amaking. Voy, faqat hozir yig'lamagin. Sog'inganda bechora. Voy, Selim. Bolalarning yonida uyat bo'ladi-ya, katta odam ham yig'laydimi? Nima qilay, xotin? Ta'sirlanib ketdim-da. Unday qilma endi bolam. Aybga buyurmang, Sodiq og'a. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Voy shirinim, men kelinoying bo'laman, qo'llarimdan o'p. Ismim Hanife. Voy, tishlari qurtlab ketibdi-ku. Buni ismi esa Husayn. Boboyning ismini qo'yganmiz. Bu esa Aysha-gul. Qani aytchi? Aysha-gul. Voy, buni tilining shirinligini qaranglar. Sizlar amakivachchasizlar. Qani tanishib olinglar, do'stlashib olasizlar hali. Bularni shirinligini qaranglar. Bugun chinakamiga bayram bo'ldi. Hammamiz yig'ildik. Faqat xolangiz yo'q. U ham hozir kelib qoladi. Qani o'tiringlar, bo'la qolinglar. Qani o'tira qolinglar. Rosa sog'inib ketuvdim o'zi. Ketayotganingda mana bunchalik yosh bola. Juda unchalik emas. Katta yigit edi. Ha, shunday. Axir oradan necha yil o'tdi-ku, seni ko'rib sog'inch yoshlarim ko'zlarimga quyilib Selim, kelyapti. bas qiling. Hammamiz ham sog'ingandik. Mana nihoyat kelishdi. Ana, xolangiz ham keldi. Endi jamoa jam bo'ldik. Hozir ketyapman. Eshikni buzib yuboraman deydi-ya. Boryapman. Bu yerda kuchingizni tekshiryapsizmi deyman, opa? Abbo. Eshakni ham shu yerga bog'laysizmi? Gullarimni yeb bitiradi-yu. Bag'ritosh ering shu yerdami? Uyga kirmay qo'ya qolay. Sodiq bilan ham shu yerda ko'rishib qaytib ketaman. U qahvaxonaga ketdi. Uyda o'tira olmadi. Balki endi uyga kirarsiz-a? Birinchi kundanoq eshikni zarda bilan yopdi-yu ketdi. Shu yerda bo'lganida hayron qolgan bo'lardim. Albatta ketadi-da. O'g'lini ko'ziga qara olmaydi. Hozir kiraman aldagan bo'lsang. Opa, kiravering endi. Yolg'on gapirib jinni bo'pmanmi?
Uf, siz bilan tortishga sira toqatim yo'q-a. Mayli, kira qolay. Sodiq, Xush kelibsiz xola. o'zimni Arslon jiyanim. yaxshi. Hamma yetib keldi. Xolamiz hammadan keyin kelishi tabiiy hol, eng aziz mehmonimiz-ku. Keling. Deniz qara. Bolang bilan tanishtiraman seni. Salom, tanishganimdan xursandman. Voy, o'zim o'rgilay sendan. Tilini birroliginicha ko'z tegmasin, bitti voyim. Ko'rsang. Singiljon, uni oxirgi marta qachon ko'rgandik? Go'dak edi, a? Voy, bas qiling. O'tiring. Hozir tushuntiraman. Deniz, jon bolam, tug'ilganingdan so'ng dadang seni 2-3 marta Izmirga olib kelgandi. 1-2 marta o'zimiz Istanbulga ham borganmiz. Bobongdan yashirincha albatta. Eslasang kerak-a? Haya, aslo tilingdan chiqib ketmasin, bo'ptimi? Bizni birinchi marta ko'rib turgandek tut o'zingni, bo'ptimi, Nega bolam? bobomdan yashiryapmiz? Bobom bizni yoqtirmaydi, ha? Xafa bo'lma, bolam. O'sha bobong hech kimni yoqtirmaydi o'zi. Voy, opa, oshirib yubordingiz-ku, a? Bolalarimni otasi bo'lsa, boshqasini bobosi-ku, axir. Meni Bola erim so'radi, bo'ladi. men javob berdim. Hamma narsani bilganim ma'qul. Xo'p, yaxshi. Kelishdikmi, buving aylansin. Avvalam ko'rishganimizni bobomizga aytmaymiz. Men aytaman. Jim, Ha, Qani bir aytib ko'rginchi, qulog'ingdan cho'zib qandilga osib qo'yaman. keyin aqling kirmagunicha tushirmayman, aytib qo'yay. Gulbeyaz opa, sizni ko'radigan kunimiz bor ekan-ku. Bu uyga kelganingizni ko'rdik, endi aslo g'amandoq ko'rmaymiz. Aslida kirmoqchi emas edim, Sodiq kelgani uchungina kirdim. Kuchuklarga non bersak, Xudo gunohimizni kechirar balki. Sakina, o'rnimdan turmay-ya. Katta ayol uyalmay kesatishini qaranglar. Xo'sh, Sodiq, qaysi shamollar uchirdi? Qachon ketasizlar yoki bir muddat qolasizlarmi? Kelmasak bo'lmasdi-da. Deniz ham katta bo'lib qopti. Hamma qarindoshlarimizni tanishtirishni xohlagandim. Ha, to'g'ri qilibsan. allaqachon olib kelishing kerak edi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, barchasi iziga tushib ketadi. Oldinda butun yoz turibdi. U seni otang, bolam. Bir qadam sen tashlasang, u ham yarim qadam tashlaydi. Yarashib olasizlar. Aslo ishonmayman. Sodiq murosa qilishi mumkin, Husayn afandidan buni kutmayman. U juda shafqatsiz. Menga qara, Sodiq. Sen meni ham o'g'limsan. Bu yerda kelisha olmasanglar, bir soniya ham qolma. Darrov menikiga boraver, xo'pmi? Gulbeyaz xola, siz ham xayollarni chalkashtirmang. Qo'limni yuvib kelaman. Senga bor gapni aytib beraman, Deniz. Hammasini yaxshilab bilib ol. Nima bo'pti, singiljon, u ham shajaramizni bilish kerak. Xullas, bobong bilan arazlashib qolganmiz. Buving bilan opa singilligimizni bilasan. Otamiz bilan bobong ishdagi sheriklar edi. Bobong buvingga uylanganidan so'ng menga tegishli daraxtlarni o'z yeriga o'tkazib oldi. U meni mulkim, hujjatim ham bor, ha? Gulbeyaz, nima chirib ketish kerakmidi? Har yil hosilni yarmini beramiz. Voy, rahmatli eringiz yerga egalik qilsin edi. Qimordan ortmasdi-ku axir. O'lganlarni ortidan yomon gapirma, singiljon. Voy, nima To'g'ri, bo'pti? men ham Hamma bilaman. biladi buni. Sakine, Hozir bo'rakni olib kela qolay. Qani, oling. Oldik. Bir kuni deng, narda tashayotgandik. Ha, yo'q. Yangi choyshablarni solib qo'ydim. Mazza qilib dumalab yotasan, bolam. Yotasan-u, shirin tushlar ko'rasan. Qani kelaqa, ke bolam yot. Mehmonlarni kuzatganimiz yaxshi bo'ldi, Deniz. Ajrayverib bechoraginamni boshini ortib yuborishdi. Qani, yotchi endi. Charchagansan, mazza qilib uxla. Ertaga kechqurun senga ertaga aytib beraman, kelishdikmi? bu yerda ertaga ham qolamizmi? Oyi, gaplashib olamizmi? Gaplashamiz, bolam, gaplashamiz. Birinchi kundan shoshmasangchi. Sizlar juda charchagansizlar. Uxlanglar, ertaga gaplashaveramiz. Gaplashib olishimiz kerak. Gaplashamiz dedim-ku, bolam. Birinchi tundanoq bolani yolg'iz qoldirma. Qo'rqib chiqmasin. Ertaga gaplashamiz, maylimi? Xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Ertagacha. Oyi, Qani yur. Uxlamaysanmi? Uxlayman albatta. Hozir kiraman. Tavba.
Nima bo'ldi? Nega joyingda uxlamayapsan? O'rnim juda yumshoq. Choyshaplardan sovunni hidi kelyapti. Yaxshi emasmi? Top-toza choyshapda mazza qilib uxlamaysanmi? Qani, joyingga yota qol. Shu yerda yotsam-chi? Mayli, unda men pastga tushib olaman. Dada, ketmang. Deniz, qo'yib yubor. Nima, endi meni yaxshi ko'rmaysizmi? Aytavering. Bu yerga meni tashlab ketish uchun kelgansiz-a? Men ertaga ketaman. Tinchlan. Poyezdga chiqib bu yerlardan ketaman. O'g'lim, tinchlan. Yig'lama. Fatma onamning yoniga ketaman. Avvallari yoningizda yotishga yo'q demasdingiz. Endi meni yomon ko'rasizmi? Shu badbo'y zaharni xonada chekmang. Hamma joydan qo'lansa hid kelib turadi keyin. Kelishdi, biror narsa aytdimi senga? Uyi bo'lganidan keyin keladi-da, qayerga borsin? Husayn afandi, u sizni o'g'lingiz. Ular deganingizga o'laymi? Tavba, tavba. O'shanda u farzandlik burchini bilganda edi. Uni qishloq xo'jaligi sohasida o'qish uchun Istanbulga yubordik. U nima qildi? Jurnalistikada o'qiyman deb siyosatga qarshi maqolalar yozadigan odam bo'ldi. Farzand degani ham shunaqa bo'ladimi? Menga qarang. Yana u bilan tortishadigan bo'lsangiz, u yana bosh olib ketadigan bo'lsa, qasam ichaman, men ham u bilan Istanbulga ketaman. Shuning uchun janjal chiqarib ko'rmang. Bu safar o'g'limni xafa qildirib qo'ymayman. Shu yoshimda bo'lsa ham ajrashaman siz bilan. Jinni bo'ldingmi, nega unday deysan? Biror nojo'ya harakat qilib ko'ring-chi. Qur'onga qo'limni qo'yib ont ichaman. Sodiq qamoqda o'tirib chiqibdi, bilmabmiz ham. Nabiramiz 1 yoshga to'lgunicha borligidan ham bexabar edik. Bu qandaygina kudurat bo'ldi. O'sha kunlarni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bechoragina, enagani qo'lida katta bo'ldi-ya. Yana qayoqqa ketyapsiz? Chekib kelaman. Zahar chekkur. Hech narsani ko'rmaysiz, hech narsani eshitmaysiz, dada. Mamlakatda qanday o'yinlar bo'layotgani bilan ishingiz ham yo'q. Boylik quliga Men aylangansiz. qul emasman. Og'zingga qarab gapir. To'g'ri. Siz kimsan? Husayn og'asiz. Qo'l ostingizda bir nechta qulingiz bor. Tarbiyasiz. Sen qul deyotganlar bizning ishchilarimiz-ku axir. Hammasining ro'zg'orini but qilib berayapmiz. Bir dasturxonda ovqatlanamiz. Ularning hech biri sendek nonko'rlik qilishmadi. Sen boylik, sarmoya deb atagan o'sha yerlarimiz, mol-mulkimiz seni Istanbulda o'qitdi ko'rnamak. Shuni bilasan o'zi. Pulingizga zor emasman, boshqa pul yubormang. Qishloq xo'jaligi sohasida o'qiysan va qaytgach shu yerlarni sen boshqarasan. Shuncha xatti harakatlarim kim uchun axir? Kim uchun? Denizning qahramon otasi kutilmaganda yo'qolib qoldi. Bir yalmog'iz Denizning otasini quduqqa tashlab yuborgandi. Denizni ham o'sha yerga tashlab yuborishadi. Nima bo'ldi? Hali uxlamadingmi? Yo'q, tashqariga chiqqim kelyapti. Yaxshi. Unda chiqib kel. Deniz, biz nimaga kelishgandik? Katta bo'lasan-ku. Orqa tomonga o'tishga qo'rqsang, hovlini chekkasiga o'tib kelaver. Qo'rqmayman. Bu yer begona joy-ku. Unday qilsam uyat bo'ladi. Bo'pti, ketyapman. Qahramon Deniz otasiga o'zining jasoratini ko'rsatish uchun orqa hovliga o'tishga qaror qildi. Tunda barcha mavjudotlar uni qo'rqitishga urinishardi. Ammo jasur bolakay hech narsadan qo'rqmay olg'a ketib borardi. Joyingga kirib yot.
Mana bu meni maxfiy xazinam. Bularning barchasi meniki, meniki. Nima bo'ldi? Hovliga chiqib keldingmi? Orqa hovlida maxfiy hujra bor ekan. U yerga hech kimni kiritishmas ekan. Ha, shunaqami? Kel o'g'lim. Ozroq uxlab ol endi. Yota qol. Qani? Xonim, ertalabdan bir tovuqni ushlab, so'yib, patlarini tozalab, qozonga solsak va pishirib yesak nima deysiz? Zo'r bo'lardi-ya, bittasini ushlab kel-unda. Shundoq ham eshik orqasida bittasi yashirinib turibdi. Hozir tutib olaman buni. Qani ushlanglar. Ana, ushladim. Hozir nonushtada uni yeymiz. Bo'ldi, bas qilinglar. Bujon, unday qilmang. Bo'ldi. Sakina, bas qil. Bolaginam tag'in qo'rqib ketmasin. Bo'ldi-da endi. Dadang hali uyg'onmadimi, Shirinim? Yo'q, uxlayapti. Yoki tobi yo'qmikin? Odatda juda barvaqt uyg'onardi. Kecha uzoq yo'ldan kelgan charchaganda, indamay qo'ya qoling, ozroq uxlasin. Qani kechi bolaginam. Shirinim, biz nonushta tayyorlagunimizcha, sen orqa hovlida bir o'ynab turgin. Otlar ham bor. Ular o'tlarni yeb bo'lishdimikan, yo'qmi? Bir qarab kechi. Ha, bora qo'y endi. Birga boramizmi unda? Ko'raylikchi. Nonushta qilmagan otlarni qulog'ini kesib olamiz, ha? Yura qol. Ketdik bolam. Qani yur. Kim birinchi borar ekan? Qani yugur bolam. Ha, ko'z tegmasin. Hammasining poyabzali butun turibdi. Otlar ham poyabzal kiyishadimi? Kiyadi. Faqat senga ko'rinmaydi-da. Nega menga ko'rinmaydi? Oyi, Deniz qayerda? Kim bu yoqqa qara. U yerdan ko'rinmaydi. Ke yaqinroqdan ko'rasan. Qani? U yerdan ham ko'rinmaydi. Yana ham yaqinroq kelaver. Ibrohim. Xo'sh, ko'rdingmi? Mana shu otning poyabzali bo'ladi, taqa deyiladi. Endi bilib oldingmi? Rostdan ham poyabzali bor ekan. Tag'in temirdan ekan, ha? Ularni yopishtirib qo'yganmisiz? Joni og'rimaydimi? Og'rimasa kerak, chunki u yerda et bo'lmaydi, faqat tuyog'i bor. Taqa qoqmasa bo'lmaydimi? Taqa qoqilmasa, oyog'i toshga tekkanida joni og'riydi. Qo'rqib ketdingmi? O'g'il bola otlardan qo'rqmasligi kerak. Qo'rqishga qo'rqmadim. Birdaniga g'ur deb kishnagani uchun cho'chib ketdim-da. Jasur bola ekan-da. Uni ismi nima? Ismi deysanmi? Oddiy otda ismi yo'q. Qani o'zing ism qo'ychi. Jiljil bo'lsin. Barakalla, kichik Bu pahlavon. ismni qayerdan topding?
Bu kitobda bor edi. Rasmli kitob. Qizil kitning ismi. Dil bo'laveradimi? Bo'ladi albatta. Sen kitob o'qishni yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Otlarni ham juda yaxshi ko'raman. Otlarni kim ham yaxshi ko'rmaydi deysan. Seni otlar bilan yaqindan tanishtiraman. Katta rahmat amaki. Amaki deysanmi? Men axir boboyman-ku. Amaki dema meni. Bir marta bobo deganimda jahli chiqqan-ku. Jahlim chiqmaydi. Sendan jahlim chiqishi mumkinmi? Sen bobo deyaver. Qaytaga xursand bo'laman. Yo Rabbim, o'zingga shukr. Dadam yana darg'azabmi deyman? Yong'indan qochayotgan odamdek qochyapti-ya. O'g'li kelgan bo'lsa shunday ketib qolaveradimi endi? Bularning munosabatidan tashvishdaman. Dada, Dadajon, qayoqqa ketyapsiz? Yangi kelgan bolakay bobomni xafa qildi shekilli. Uyimizdan ketishsin ular, oyi. o'g'lim, unday dema, uyat bo'ladi. Menga qara, jim o'tir. Hozir chimchilab olaman. Xudoyim, ey. Nima bo'ldi? Endi ko'ngling joyiga tushdimi? Jim o'tir dedim. Bu nega o'chib qoldi? Bobomni jahli chiqqaniga mashina ham o'chib qoldi. Tushinglar, mashinani itarish kerak. Qani? Qani tusha qolinglar. Men tushmayman, menga nima? Qani itardik? Sekin, Voy voy, ey, kuchim yetmayapti. Ko'p gapirmay itar. Nimalar deyapsiz? Mana shunday. Voy, charchadim. Salim, tez harakat qiling. Hoy bola, qayerga Voy, ketyapsan? qayoqqa ketyapsan? Tirancha, to'xta. Chalg'ima. Senga gapiryapman, itarsa-chi. to'xta. Qilig'ini qarang. To'xta dedim, orqangga qay. Yana. Shoshma dedim. Hanifalar ham hozir kelib qolishadi. Sodiq, bugun Denizni olib bir boqqa chiqmaymizmi, a? Qir adirlarni ko'rib, o'ynab kelardi. Sen ham mahallada do'stlaring bilan uchrashib kelarding. Ular doim seni so'rashadi. Boramizmi, bolam? Nima deysan, a? Bir ko'nglimiz yozilib kelardik. Yaxshi, boramiz. Kecha kechqurun nima demoqchi eding? Hech narsa demoqchi emasdim, oyi. Ha, yaxshi. Esingga tushganda aytarsan, bolam. Olinglar qani? Yeyaveringlar, yoqimli ishtaha. Osh bo'lsin. Ishtahasi ham ancha ochildi. Endi mana bu tuxumni ham yeysan. Bo'lmasa, tovuqlar xafa bo'lishar ekan. Tovuqlar bo'lmasam, qah-qah qilib yuraman. Tuxumini yemasang cho'qiyman deb senga tashlanib qolishmasin. Qirolicha taxtini ham ko'tarib olibdimi? Gulbiyaz xolam kelyapti. Xolajon, xayrli kun. Keling. Qo'lingizni uzating. Mana shunday. Keling, o'tirib qoling. Marhamat, o'tiring. Ketdik oyijon. Haydang. Kaçırdılar, damdan dama uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Bili 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 bili, bili bili horozum kayboldu. Bili 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 bili, bili bili horozum kayboldu. Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Yumurtası 15 para, yak bili bili bili. Kim o? Keling, Husayn og'a, hozir choy keltiraman. Borma. Shart emas, choy ichmayman. Eshitaman, biror narsa kerakmidi, og'a? G'alati qarayapsiz, tinchlikmi? Qanaqa qarayapman? Do'konni sinchiklab ko'zdan kechiryapsiz. Butun do'konni sotib olasizmikin deb o'ylab qoldim. Buni qara-ya. Mahmudona. Yaxshi, unda kechgacha shunday turaveramizmi? Kichkina bolalarga kitob olmoqchi edim. Mana ular bo'yaladigan kitobmi? Ha, bo'yaladigan kitoblar. Qaysi biridan beray? Bilmadim, hammasidan bittadan beraver.
Tinchlikmi og'a, nabirangiz bunaqa kitoblar o'qimasdi-ku? Boshqa nabiram uchun olyapman. Ayshugulgami? Qiz bola kitob o'qigandan nima naf? Boshqa nabiram uchun dedim-ku, buncha so'rayverasan. Senga nima qizig'i bor? Ishingni qilsang-chi, kitobingni sot. Nega Ol, baqiryapsiz? kerakli pulingni sanab ol. Xo'p, yaxshi. Yo tavba. Bularni o'raberasanmi? Yosh boladek ko'tarib ketaymi endi? Sharmanda qilmoqchimisan? Xo'p bo'ladi, o'rab beraman. Suvdan iching. Qani, bunga ham qo'y. Voy, bu qanaqasi? Tepada o'tiravermay pastga tushsangizchi. Ustim kir bo'ladi. Yaxshi o'tiribman. Iya. Ha, bu kimga tortdi ekan bilmadim. Rahmatli onam, bu meni qizim emas, zodagonlarning qizi. Biz boqib olganmiz derdi. Beyaz xola qizlar maktabida o'qigandek tutadi-da o'zi. Botqoqda o'sgan atirguldek. Men atirgul bo'lsam, sen botqog'imsan, singiljonim. Bolalarni yonida qo'pollashishimga majbur qilmanglar. Xolamni jahli chiqdi. Bu xolang o'zi azaldan shunaqa bolam, e'tibor berma. Qanaqasiga? Hoy Nuran, bolalarni qarshi qayramasang-chi. Bolajonlar, borib uzib kelinglar, mazza qilib yeylik. Buvingiz uzumlarni uzganingizda adabingizni berib qo'ymasa albatta. Ha? Ikki bosh uzum olganimni ko'rsa, Husaynbey tonggacha uxlamay chiqadi. Bobomga aytaman, sizni yomonladi deyman. Albatta aytaver, tilingga shakar bolajonim. Bobongdan qo'rqqan nomard. Gulbeyaz xola, Labbay, ismingiz nega Gulbeyaz? ota-onam qo'yishgan. Bayaz ayoz deb mazax qilishlari uchun demadingizda. Onam rahmatli, qora mag'iz ayol bo'lgan, qizlari oppoq bo'lishini istagan ekan. Biz onamizga tortganmiz-da. Aslida unchalik ham emas. Quyoshdan toblanganimiz uchun qorayganmiz-da. Ha, albatta. Menga qara Nuran, ta'zirini berib qo'yaman, ha? Sochlaringni bittalab yulib olaman. Voy, bas qil sen ham. Uyalmay mazax qiladi-ya. Oy, Ha. Selim akam bilan bozorga boramiz. Qahvaxonaga ham kiramiz, do'stlarimiz Ha, bilan mayli, uchrashaylik. to'ydinglarmi? Ha, Deniz, sen shu yerda qol, bo'ptimi? Buvinglar bilan o'ynaysizlar. Yaxshi. Kechqurun ko'rishamiz, xo'pmi? Dada, kitob ham oling. Yaxshi. Mayli, yuring. Ha, yura qol. Do'stlarimiz seni ko'rib rosa xursand bo'lishadi. Rosa ko'p yo'talyapsanmi negadir? Yozni issig'ida kasal bo'lib qoldingmi deyman, ha? Hechqisi yo'q aka. Ha, bu yerdagi havo sovuqroq. Mana u daraxt yodingizda. Buni esdan chiqarib bo'larkanmi? Bir kuni dadamdan arazlab ustiga chiqib olgan edik. Tonggacha tushmagandik. Seni tushirish uchun rosa urinib ham chiqolmaganman o'shanda. Akajon, siz dunyodagi eng yaxshi insonlardan birisiz. Ha, Doim shundayligingizcha qoling. Sizni yaxshi ko'raman. unday dema uka. Xudoga shukr juda baxtlimiz, to'g'rimi Sodiq? Ha, albatta. Ha, davomli qilsin. Dadangga ham sendek edi. Mana shu yerlarda yugurib katta bo'lgan, toklarni sug'orardi. Rezinali ichakdami? Voy, u bilan daraxtlarni sug'orib bo'larmidi? Qara, mana bularni ko'rdingmi? Bular ariqchalar. Shu yerga suv quysang, oqib ketaveradi. Butun bog'ni shu tarzda sug'oramiz. Dadang u vaqtlar juda kichkina edi. Mana shu bog'da yugurib katta bo'lgan. Sendek edi. Men bilan tengmidi? Koshki dadamni o'sha vaqtlarini ko'ra olsaydim. Shunaqasi ham bo'larkanmi? Necha yillar o'tdi oradan. Vaqt mashinasi bo'lsa-yu, tugmasini bossak, dadamni bolalik davriga borib o'sha vaqtlarini ko'rsaydik. Zo'r bo'lardi-a, buva. Albatta, juda ajoyib bo'lardi. Biz ham yoshligimizga qaytgan bo'lardik. Ha, kichrayib cho'ntagimga tushib ol. Qarigan chog'ingda yoshlikni qumsab qopsanmi, singiljon? Ha? Men hali yoshman. Siz o'zingizga bir qarang. Yoshingiz bir joyga bordi-yu, yoshim bilinib qolmasin deb hali ham yoshlarni ko'ylagini kiyib yurasiz. Voy, buni qaranglar. Tavba, tavba. Yur bolam.
Qani qahvaxonaga o'tarsizlar, biz o'sha yerga ketyapmiz. O'sha yerda ko'rishamiz. Mayli, ko'rishguncha. Mayli, ko'rishguncha. Do'kondan Denizga kitob olamiz. Qaytishda olarmiz. Gazeta ham olardik. Unutsam xafa bo'ladi. Bolalarimizni juda yaxshi ko'ramiz, Sodiq. Ularni yaxshi ko'rmay bo'larkanman. Bolalari mening borlig'im. Seni o'g'lingni ham yaxshi ko'raman. Axir uning amakisiman, otasidan keyingi otasiman, to'g'rimi? Albatta. Dadangga salom ayt. Mustafa Xorma, qara kim keldi? Bu Sodiqmi? Yaxshi kelibsan. Qaysi shamonlar uchirdi? Salom Mustafa. Demak, Husayn og'aning boshqasiga degani seni o'g'ling uchun ekanda, kelibsan-da va nihoyat, otang o'g'ling uchun kitob sotib olgan demak. Dadam sendan kitob sotib oldi. Tomix Texas yana bolalar uchun maxsus kitoblar. Nabiram uchun dedi. Eshitdingmi, Sodiq? Dadam o'g'ling uchun kitob sotib olibdi. Bu yaxshi yangilik. Unday bo'lsa ketdik. Bizga o'xshab gapirishni boshladi. Baribir o'z qishlog'imizning shevasini unutmabdi-da. Xayr Mustafa, charchama. Yaxshi boringlar. Salom, Husayn og'a. Salom. Sodiq kelib bag'ringiz to'lib qoldimi? Qayerda ko'rding? Katta chinor tagida. Selim og'a bilan qahvaxonaga o'tamiz deyishdi. To'g'ri, ertalab mahallani aylanib do'stlar bilan uchrashamiz deyishgandi. Husayn og'a, ketmoqchimisiz? Husayn og'a, chilimingiz qolib ketdi-ku. Ishim chiqib qoldi. Nima balo, bu safar chilim achchiq bo'lib ketibdi. Arzonmi deyman? Yaxshi boring, Husayn og'a. Yaxshi boring. Menga bir choy. Yo'limdan qoch. Dada, shoshmang. Deniz uchun kitoblar olibsiz, rahmat. Mendan iltimos qildi, sotib oldim. Yaxshi qilibsiz. Mayli, endi yo'limdan qoch, ishingni qil. Ishim yo'q. Ishdan ketdim, dada. Unda nega qishloqqa kelganingni tushundim. Yura qol. Qahvaxonaga boramiz. Bir gul. Bugun hammadan dakki yeydigan kunim ekan. Nega unday deysan? Shunchaki yuring. Bo'ldi endi, orqa hovlida o'ynanglar. Boshim og'rib ketdi. Shunaqa ham to'polonchi bo'lishadimi? Voy ey. Bo'ldi, nari boringlar. Charchatib yubordinglar, ey. Voy, Husayn afandi bunaqa vaqtda uyga kelmasdi-ku. Qayerdan ham sizlarga ergashib kelibman-a? Voy, opa, shoshmang, ketmang. Voy, erta kelishini men qayoqdan bilay? Doim meni noqulay ahvolda qoldirasan. Men kelganimga ketyapsanmi? O'tiraver. Eringga aytib qo'y. Bolalar kelishgani uchun keldim. Aks holda bu yerga qadam ham bosmasdim. Xo'p, opa, aytaman. Yo tavba. Arazi tuyadan ham battar, ha? Voy, o'zingizga ham chetdan bir qarab qo'ysangiz bo'larmidi? Sizni ko'rganlar 7 mahalla bilan yarashdi deb o'ylaydi-ya. Ota, choy ichasizmi? Yo'q, qizim. Shu issiqda choy ichib bo'larkanmi? Bizni shuntaqa qani? Orqa hovlida o'ynayapti. Kichik Husayn bilan til topishib olishdi. U nima? Nima oldingiz? Bir narsada. Sen bu hujraga kirganmisan? Ichkarida xazina bormi? Bobomni jahli chiqadi. Kirmaslik kerak. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Yana bir marta bu hujraga yaqinlashsang, quloqlaringdan ayrilasan, tushundingmi? Nima qilaman deysiz? Jahlimni chiqarma demoqchiman. Bu yerda nima bor? Katta itlar bor. Seni yeb qo'yishadi. Senga bir sovg'a oldim, qani, mana buni olchi. Lekin kechgacha buni ochmaymiz. Kelishdikmi? Bu yerga kirishga ham boshqa harakat qilma. Kelishdik.
Qani, men bilan yurchi. Qo'limga tushding-ku, hozir ko'rsatib qo'yaman. Qoyil. Ishtahasi karna ekanmi? Barakalla. Xo'sh, qorning ochdimi? Sodiqning biror dardi borga o'xshaydi. Negadir tushkun ahvolda. Sababini men bilaman. Ishdan ketibdi. Qachon gaplashdingiz? O'zi aytdimi? Ha, Do'st qidiryapman, qabul. mahallada ko'rishib qoldik. Xonim, deraza tagidagi gullar so'lib qopti. Vaqtida sug'orayotgandim. Voy, men qayoqdan bilay? Tomorqaga dori sepgandik-ku, balki shungadir. Ekinlardan gullarga ham o'tganmikin-a? Bilmasam. Do'st izlayapman, qabul. O'g'lim, qani bu yoqqa kelchi. Mana buni och. Senga yoqarmikan? Voy! Bobom Tomik Svattexasini olib kelibdi. Bir marta o'pib qo'ysang beraman. Bu kitoblarni birgalikda o'qiymiz. Ana, endi haqiqiy do'stingni topding. Bekorga ratsiyadan izlayotganding, bolam. Yozuvlari juda mayda ekan-ku, bolam. Ovozimni chiqarib o'qib beraymi? Ha, mayli, o'qiginchi. Xazina. Ha, Qo'rqoqlar o'lkasining malikasi Karola avvaliga eng yaqin do'stini ko'rgani boribdi. Qirolichani tish tirnog'igacha qurollangan askarlar qo'riqlab borishibdi. Ha. Askarboshi askarlarga qirolicha bilan bog'liq hikoyani aytib bergan ekan. Shundan so'ng askarlardan biri meni jangga chorlashga urindingmi, ahmoq debdi. O, qo'llaring dard ko'rmasin. Juda mazaliga o'xshaydi-ku, ha? Ha, rahmat. Yoqimli ishtaha. Avola qol, Jamol. Juda mazali. Tobing yo'qqa o'xshaydi. To'g'ri. Biroz tobim yo'q. Sababini bilsam bo'ladimi? Havo almashgani uchun deb bahona qilma. Bu yer o'z tug'ilib o'sgan qishlog'ing. Mamlakat, uy, vatan. Bugun ushbu so'zlarni asl ma'nosini tushungandekman. O'sgan. Doim shu vatanim uchun kurashyapman deb o'ylardim. Aslida esa buni umuman Barakalla ahamiyati Selim, yo'q ha, ekan. yashavor. Rostdan ham ko'pchilik shunday fikrda bo'lsa kerak o'zi. Yodingdami? Yoshligimizda bu yerlardan uzoqlarga ketishni rejalashtirgandik. Sen keta olding, men esa yo'q. Sodiq, bir narsani so'ramoqchiman. Sen ketish uchun o'zingda kuch topa olding. Ketishdan qo'rqqan odamga ko'p narsa yo'qotding degan bo'larmiding? Chindan ham bu haqdagi fikringni bilmoqchiman. Boshingga shuncha tashvish tushdi, shulardan keyin ham senga so'nggi imkoniyat berilganida yana ketgan bo'larmiding yoki qishloqda qolarmiding? Bilmayman. Yo'qotgan insonlarimni yonimga qaytib kelishlarini so'ragan bo'lardim. Yoki shahardagilar qishlog'imda bo'lishlarini xohlarmidim. Eng yomoni nimaligini bilsammi? Arosatda qolib ketish. Men na u yerga keta oldim va na u qishloqda Ha, bu qoldim. ikkisi boydan beri nimalarni shivirlashib o'tirishibdi? Axir ikkisi ham o'qimishli odamlar, bularning suhbatini biz tushunmaymiz. Ha, unda oldiga. Qani oldik. Salomat Sog' bo'laylik. bo'laylik. Ha. Qani baliqqa qaranglar. Osh bo'lsin. Baliq juda mazali ekan. Ha. Nimasini aytasan? Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Gözünün yaşına bakmadan gider. Rosa kech qolib ketdinglar, xonangga bora qol. Qahva damlab beraymi? Selim uyiga ketdimi? Oyijon. Hozir Denizni olib amakimnikiga boring, xo'pmi? Yubormasam bo'larkan. Bugun o'sha yerda qolinglar. Nega unday deyapsan? Oyijon, iltimos. Denizni olib amakimnikiga keting. Bugun tunda dadam bilan gaplashaman. Balki janjallasharmiz ham. Dada, gaplarimni eshityapsiz, bilaman. Yur bolam, yur. Gaplashib olishimiz kerak.
Bu yerga sizdan kechirim so'rash uchun kelganim yo'q. Chunki uzr so'raydigan ish qilmaganman. Bir-birimizni kechiraylik deb yolvorish niyatim ham yo'q. Orqa hovlida bo'laman. Siz ham chiqing. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Ibrohim og'a. Ibrohim og'a. Sodiq, biror gap bo'ldimi? Yo'q, oyim va o'g'lim traktor yonida, ularga yordam bering. Ularni amakimnikiga olib borib qo'ying. Sen uyda qolsakina. Ibrohim amaki, qayoqqa ketyapmiz? Selim amakinikiga. Bugun o'sha yerda tunaymiz. Nega? Dadam qani? Ha, u ham o'sha yerda ekan. Bugun ham o'sha yerda bo'lar ekan. Sizlarni mehmon qilishmoqchi ekan. Qo'rqma Deniz, qo'rqma. Mehmonga ketyapmiz bolam. Qo'rqma. Juda g'alati. Men xuddi tush ko'rayotgandekman. To'ppa to'g'ri. Bu tush. Qo'rqma bolajonim. Hammasi joyida. Qo'rqma Deniz, qo'rqma. Deniz hech narsadan qo'rqmasdi. U buvisi va askarboshi Ibrohim bilan birga dushmanlar orqasidan qo'rqmay o'tib borishardi. Ular qahramonlik ko'rsatishdi. Ozodlik uchun kurashgan eng zo'r qahramon edi ular. Qo'rqma! Xayrli kech dedi. Kech deysanmi? Soat necha bo'lganini bilmaysanmi deyman. Tong yorishay deyapti-ku. Gaplashish uchun noto'g'ri vaqt tanlaganim uchun uzr. Sodiq, aslida har bitta xatti-harakating noto'g'ri. Dada, iltimos tortishmaylik. Bir vaqtlar yetarlicha janjallashganmiz. Bundan foyda yo'q. O'zingiz bilasiz, baribir hech narsa o'zgarmaydi. Ba'zi narsalarni gaplashib olishimiz kerak. Chekasizmi? Buni qasddan chekmayman. Yo'tal tutadi. Dada, bu yerga nega kelganimni bilmaysiz. Aslida qaytishimga biror sabab kerak emas edi. Bemalol kelaverishim ham mumkin edi. Meni ismim Sodiq. Akamning ismi esa Selim. Nima bo'pti? Meniki Husayn. Yo tavba. Nega bizga bunaqa ism qo'ygansiz, dada? Nima, bizdan shunchalik xavotirlanganmidingiz? Har bir qarorimizga aralashishni xohlaganmidingiz? Men o'z yo'limni o'zim... Sen yo'l deb aytayotgan narsa. Seni Istanbulga xo'jalik sohasini o'qishing uchun yuborgandik, siyosatga qarshi borishing uchun emas. Ha, men ham shuni aytyapman. Meni o'qishga yubordingiz. Xo'jalik sohasida o'qishim uchun. Boshqa tanlash imkoni yo'q. Zo'r mutaxassis bo'laman, fermani boshqaraman, bu yerda qolib bir gulga uylanaman. Hayotim, o'qishim, barchasini siz belgilab berdingiz. Men bu ishingizdan g'azablanardim. Meni xudbin deb o'ylaysan, to'g'rimi? Birgulda deymi? Ketganingdan keyin qiz bechora qay ahvolga tushganini sira o'ylab ko'rdingmi, ha? O'sha qiz necha yillab seni deb ko'z yosh to'kdi. Meni xudbinlikda ayblayotgan odamni qaranglar, ha? Qo'ysangchi. Menga ketib qolding dedingiz. Lekin men ketmagandim, keta olmadim. Biroq bu yerda ham qola olmadim. Uyim qayerdaligini bilmasdim. Chunki doim hayolimning bir chetida siz bo'lgansiz. Siz bilan o'rtamizdagi tortishuvlar, gina qudratlar, insonning qayta oladigan boshpanasi yo'qligi, qanday hisligini bilasizmi o'zi, dada? Qanday ishni boshlasam ham to'xtab qolardi.
rafiqam vafot etdi. Bir vaqtlar birga ishlagan do'stlarim katta kompaniyalarning nomini yomonga chiqaradigan gazetalar tuzib menga ish berishdi. Bu xuddi kuchukka suyak tashlagandek taqirlash edi. O'zlarini oqlash va vijdonlari azoblanmasligi uchun bas qildim. Asl masala bu emasdi. Boshqa narsa haqida gapirmoqchi edim. Esladim. Dada, bu yerga nega kelganimni bilasizmi? Denizga bir xona bering. Uni yoningizga oling. Shu yerda katta bo'lsin. O'z uyi bo'lsin. Uni boradigan boshqa joyi yo'q. Ota o'z farzandi uchun qanchalik qayg'urishini endi tushundingmi? Buni hazm qilish qiyin bo'lgandir. O'g'lingni ko'ziga qaray olmaysan, to'g'rimi? Farzand nima ekanini endi ko'rdingmi? Ko'rdim, dada. Ko'rmasligim mumkin ekanmi? Siz ham bir o'g'lingizni ko'z o'ngingizda katta bo'lganini ko'rmaslik qanday bo'lishini his qila oldingizmi? Shuni sira ko'nglingizdan o'tkazganmisiz? Hayot davom etadi. Kimlardir yangi kitob yozadi, uni o'qishga ulgurmaysiz. Yangi filmlar suratga olinadi, ko'rishga ulgurmaysiz. Yoqtirgan taronangizni bir marotaba tinglashni istaysiz, lekin tinglay olmaysiz. Bular og'ir emas, odamzod ko'nikib ketadi. Lekin farzand katta bo'lganini ko'ra olmaslik, yonida bo'la olmaslik, ilk muhabbatingizni qaytib ko'ra olmaslik. Bular juda og'ir, dadajon. Yuragim o'tda kul bo'lyapti. Shuni bilasizmi? Insonning ko'ngli boshqa birovda qolib ketishi shunday his bo'lsa kerak-da. Necha kundan beri unga aytmoqchi bo'ldim. Qachondan beri meni sevma deb aytgim keldi, lekin jur'atim yetmadi. Uni hayotida unutilmas insonga aylanganim uchun ham o'zimdan nafratlanaman. O'g'limga ham bir xona ajratib bering. Uni ham o'z uyi bo'lsin, istagan vaqtida kela oladigan boshpanasi bo'lsin. Unga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shunchalik ko'pki, bularni unga siz aytib bering. Yana aytingki, Sodiq. 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 O'g'lim, senga nima bo'ldi? Sodiq, o'zingga kel. Sodiq, Sakina! Sodiq, Sodiq o'g'lim. Sakina! Qayerdasizlar? Voy, unga nima bo'ldi? Kutilmaganda hushidan ketdi. O'g'lim, chida, iltimos qilaman, o'g'lim. O'g'lim, hozir kelaman. Ozroq chida, jonim bo'lam. O'tinaman. Chida, bolam. Sodiq! Keling, opa. Nima bo'ldi o'zi? Sodiq qayerda? Alohida xonaga o'tkazishdi. Dadam shifokorlar bilan gaplashibdi. Ortiqcha hayajonlanish mumkin emas ekan. Unga sun'iy kislorod ulab qo'yishdi. Qanaqa kasal ekan o'zi? Bilmayman, opa. Keyin so'rab olamiz. O'tiring. Selim, unday qilmang. O'zingizni qo'lga oling. Sog'ayib ketadi albatta. Siqilmang, siz ham kasal bo'lib qolasiz bo'lmasa. Xo'pmi? O'zingizni bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalar qani? Sakina bilan uyda qolishdi. Ularga aytmadik. Shaharga ketyapmiz, bozorlik qilib kelamiz dedik. Menimcha Deniz nimanidir sezdi, lekin hech narsa demadi. Husayn, Tashqariga chiqaylik. O'sha yerda gaplashamiz. U yerda gaplashadigan gap emas. nima gap o'zi? Chiday olmayman, tezroq ayting, Husayn. Doktor juda ko'p narsalarni tushuntirdi. O'zim ham adashib ketdim. Tezroq sog'ayib ketsin. Rahmat qizim. Sodiq bu yerga kelishida kasallik tashxisini o'zi bilan olib kelgan ekan. O'sha qog'oz uning cho'ntagida ekan. Hamshiralar berishdi. Doim yonida olib yurgan ekan.
uni hibsga olishganida Deniz tug'ilganida to'ntarilishdan avval xullas qamoqxonada kasallikka chalinibdi. Doktorning aytishicha hibsda qattiq azob berishgan ekan qamoqxonada. O'pkasida suv yig'ilib qoldi. Ancha sog'aygan ekan, lekin 1-2 yil avval kasallik qayta qo'zg'atdi. O'pkasi shishib ketganmish. O'pkasini yarmi ishdan chiqibdi, qolgan yarmi ham kasallanibdi. Avval Istanbulda davolanib chiqqan ekan. Doim dori ichib yurar ekan. Doktorlar qo'limizdan kelganini qilamiz deyishdi. Ammo ahvoli og'ir ekan. Tayyorgarligingizni ko'ring deyishdi. Selim, bardam bo'l o'g'lim, uni kichkina o'g'li bor axir. Denizning yonida o'zingni qo'lga olishing kerak. O'zingga kel, iltimos. Uyat bo'ladi o'g'lim. Qanday qilib o'zimni qo'lga olay, dada? Bu yerda ukam o'lim bilan olishyapti, taqir nimalar deyapsan? Fatma xonim, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Deniz ham, Sodiq ham sizni juda sog'inishgan. Aslida avvalroq kelmoqchi edim-u, bolalarni qishloqdagi opamnikiga yubordim. Ular ham ancha katta bo'lib qolishgan o'zi. Asli qayerdansiz, Fatma xonim? Karsdanmiz. Yarim qarindoshlarimiz hali ham o'sha yerda yashashadi. Ancha uzoqlashib ketganmiz. Ba'zilari Istanbulda. Hammada shunday o'zi. Nima ham qilardik? Qani dadajon, ulardan o'zib ketding. O'g'lim, mashina boshqarishimga xalal berma. Oyog'imni bosib olding. Ne urasan? Bas qilinglar, dadangizga xalal beryapsiz. Bolalar bas qilinglar. Selimni chetroqda to'xtang. Ularni shu yerda tashlab ketamiz. Bo'ldi, janjallashavermanglar. Hozir yordam ber deb baqirib yuboraman. Husayn afandini mashinasida ketsam bo'larkan-a. Yuragim siqilib ketdi. Mening ham. Sakina, sen ham yastanib o'tirib-olsan-a? Biroz surilsang bo'lmaydimi? Suril. Bo'la qol. Bolalar o'tirib olishgan, qayoqqa surilaman? Selim, mashinani to'xtat. Ha. Nima bo'ldi? Nega to'xtadik? Yuraver o'g'lim. Nega to'xtatding? Qayerdan bilay? Xolam to'xtat dedi-ku. Keyin yuraver o'g'lim dedim. Bezor qilib yubordinglar. Bo'ldi. Bolalarning ham ovozi chiqmayapti-ya. Ayshigul, kichik Husayn nima bo'ldi? Aqlli bola bo'lib o'tirishibdi-da. Bu yerda doktor ko'p-ku, shovqin solishsa igna sanchib qo'yishadi. Har holda doktorlardan qo'rqishadi. Ha. Mayli, biz toza havoga chiqib kelaylik. Kechasi issiq emasmi? Yo'q, yaxshi. Kechalari shabada esib turadi. Siz ham shu yerda Bir qolyapsizmi? men, bir onasi navbat bilan qolyapmiz-da. Sodiq, uydan olib kelishimni so'raganding-ku. Katta rahmat Fatma opa. Shu tortmaga solib qo'yavering. Fatma xonim biznikida qoladi, to'g'rimi Deniz? Uni Istanbulga osonlikcha qo'yib yubormaymiz. Juda xohlardim, lekin qola olmayman. Maktab ochiladi, ishlarimiz ko'p. Maktab ochilishiga hali ko'p bor-ku. Ha? Ha, opa, qolavering. Dada, men endi shu yerdagi maktabga borar ekanman-a? Ha, Deniz. Seningcha bu yomonmi? Yo'q, qaytaga yaxshi. Siz ham ungacha sog'ayib ketardingiz. Maktab boshlanishiga hali 1 oy bor-ku. To'g'ri, lekin ungacha tuzalib ketasiz-a? Albatta, tuzalaman-da o'g'lim. Kelinimiz juda chiroyli bo'lgan ekan. Xudo rahmatiga olsin. Voy, Denizning kichkinaligi. Buni qara-ya. Bu biz-ku. Bu rasmni Istanbulga olib ketganmiding? Bu rasm hatto menda ham yo'q.
kelgan kunlaringni ertasiga boqqa boruvdik. O'shanda Deniz oyimga "Qaniydi dadamning bolaligida shu bog'da yugurib yurganini ko'rsam edi" degan ekan. Vaqt mashinasi bilan bolaliginga qaytishni xohlarmish. O'g'lining aqlliligini qara. U biroz xayolparastroqda. Selim, menga pastdan suv olib kelib ber. Suv bor, hozir beraman. Pastdan olib kelishingni xohlayman. Ikkalasi ham bir xil suv emasmi, dada? Selim, Aka, Ha? pastdan suv olib kelib bering. Yaxshi. Sodiq. Ana u kuni Deniz haqida bir gap aytganding. Unga ayta olmagan gaplarim ko'p deganding. Xuddi shunday meni ham senga ayta olmagan ancha gaplarim bor. Men chiroyli gapirishni bilmayman. Sen meni o'g'limsan. Jonimdan ham azizimsan. Shularni aytib oldim-ku, qolganini tushunib olaver. Tushundim, dada. Juda yaxshi tushundim. Deniz meni kasal holimda ko'rmasa yaxshi bo'lardi. Keyinchalik uni xotirasida shunday holatda muhrlanib qolaman deganding. Qo'rqma. Bolalar o'z otalarini qanday tasavvur qilishsa, aynan o'shanda eslab qolishadi. Shunday emasmi, o'g'lim? Taksi! Xayrli tong, qizim. Xayrli tong, Husayn og'a. Turmush o'rtog'ing uydami? Yo'q, Izmirga ketishgandi. Boqqa dori sepishmoqchi ekan shunga. Demak, kechgacha qaytmas ekanda, ha? Shunaqa. Sendan bir narsa iltimos qilmoqchi edim. Qani og'zingni och. Ha. Aka, o'zim yeya olaman, bering. Nega berarkanman? O'zingga qolsa hech narsa yemaysan. Meni aldaysan. Ana u do'mboqni hamshira keyin bizga jahl qiladi. Bemor ovqatini yemayapti deydi. Og'zingni och. Sodiq, seni ko'rgani kelishdi. Bir gul. Ortda qolgan rost bo'lsin, Sodiq. Qani biroz boqqa chiqib, toza havodan nafas olinglar. Yo'q dada. Avval sho'rvasini ichsin. Hamshira keyin zarda qilib yuradi. Ovqatini yemayapti deb doktorga arz qiladi. Qani og'zingni och. Ha? Men boshlang'ich sinfda, siz esa o'rta sinfda o'qirdingiz. Men shirinliklar tanlovida uyda mazali kurabiya pishirib, maktabga olib ketayotgandim. Ertalab yo'limni to'sib bittasini oldingiz. Sizga juda yoqqandi. Oying pishirgandir deb ishonmagandingiz. Xo'sh. Sizga o'sha shirinlikdan olib keldim. Mazasini tatib ko'ringchi, eslarmikinsiz? Unutmaganman. Unutmagansiz-a? Men ham. Sira o'zgarmabsan, bir gul. O'zgarganman, Sodiq. Hamma ham o'zgaradi-ku. Mehmetga turmushga chiqibsan-a? Shunday bo'ldi. Hamma ham turmush quradi-ku. Yolg'iz o'tmaydi. Rafiqangiz haqida eshitib, qattiq xafa bo'ldim. Lekin barakalla, Sodiq. Sizga doim qoyil qolganman. Yolg'iz boshingiz bilan o'g'lingizni katta qildingiz, hech kimdan kam qilmadingiz.
Senda farzandlar ikkita bo'libdi. Katta bo'lib qolishdi. Qo'llaring dard ko'rmasin. Juda mazali bo'libdi. Shu yerga kelishda darrov pishirishga ham Yo'q, ulgurding. uyda bor edi. O'g'illarim yaxshi ko'rishadi. O'g'illarimdan birini ismini Sodiq qo'yaman degandim. Mehmet sezib qolib jahli chiqadi deb qo'rqdim. Ismini Janer qo'ydik. Lekin ichimda uni doim Sodiq deb chaqiraman. Shuni bilishingizni xohlardim. Birgul. Meni kechirdingmi? Albatta kechirdim, Sodiq. Inson kechirimli bo'lishi kerak. Mashinalar kelyapti. Nima qilamiz? Hozir hamma yig'lashni boshlaydi. Bolani boshqa joyga olib boramizmi? Uning yonida juda unchalik yig'lashmasa kerak. Deniz, yura qol, bog'da senga ot yasab beraman. Ha, bo'ptimi? Qani bolalar, sizlar ham yuringlar. Virgul opasi ketdik. Ketdik. Mana shu yerda qimirlamay tursaydim, quchog'imni mana bunday keng ochib, uni bag'rimga bossam edi. Qaniydi uni bag'rimga bosa olganimda edi. Ketma degan bo'lardim. Ketma, Sodiq. Vaqtni 15 yilga orqaga qaytara olganimda edi. Mana shunday turib olgan bo'lardim, Sodiqni olib qola olsam edi. Husayn, iltimos unday qilmang. Qurboningiz bo'lay. O'zingizni qo'lga oling. O'g'limni mahkam quchib olgan bo'lardim. Ketma deb yolvorgan bo'lardim. Unday qilmang, og'a. Hamma bizga qarayapti. Husayn, unday qilmang. O'zingizni qo'lga oling. Iltimos, sizdan ham ayrilib qolmaylik, beyim. Undan xotiramiz, jajjina beramiz bor. Unday qilmang, Husayn. O'shanda ketmagan bo'lardi. Qolardi. Hay degan qo'llarim sinsin. Ket degan tilim uzilsin. Men aybdorman. Men aybdorman. Unday qilmang, og'a. Iltimos qilaman. Uni men o'ldirdim. Og'a, unday qilmang. Sodiq! Turing, og'a. Unday qilmang. O'g'lim! Husayn og'a, o'zingizni bosing, iltimos. Qarib qola olmadim. Amaki. Sodiq! Amaki, Husayn o'zingizni afandi. qo'lga oling. Iltimos. Qani turing. Turing. Husayn afandi. Qo'llaringizni yoying. Quloqlaringizni oching. Opa, aqldan ozdingizmi? Sen aralashma. Yur bu yoqqa. Xola. Yursangchi. Dada. Bor Selim, dadangning yoniga yugur. U tomonga yugur. Kerak bo'lsa yiqitib o'zib ket. Shunday qilmasang bo'lmaydi, bolam. Aks holda dadang bir umr o'ziga kelmaydi. Husayn afandi. Uni
Oting! Dada! Dadajon! Men kelyapman, dada! Voy, tamom bo'ldi bechora. tura qoling. Qanaqasi bo'ldi? Husayn, turing. Voy, aqldan ozdi Qoling shekilli. bo'ldi endi. Voy. O'zingizga keling, Husayn. Ko'rdingizmi, Husayn afandi? Ketaman degan odamni qarshisida toq tursa ham uni to'xtatib bo'lmaydi. Voy xudoyim! Selim! Uyam yugurib ketibdi-ku. Hoy, qayting, Selim! Adir tomonga ketdi. Bolalar ushlanglar uni. Bola qolinglar. Maktab formasi bolaginamga juda ham yarashdi-da. Bobosi bir qarang, yoqasini ham to'g'rilab qo'yamiz. Qizim, qimirlamay tursang-chi. Sochim og'rib ketdi, oyijon. Bir pas chidagin. Hammalari juda chiroyli bo'lishadi. Qani o'g'lim menga Mana qarachi. bu mendan Yoqangni senga to'g'ri sovg'a. qo'yaman, ana shu. Qani sen ham olib qo'y, mana. Buni cho'ntagingga solib qo'yaman. Ha. Bular Deyaz xolangizdan ilk maktab sovg'asi. Bola. Ya'ni maktabni birinchi kuni demoqchi edim. Shunaqa desam ham bo'lar, axir. Shunaqa desam, obbo, nimalar deyapman o'zi? Uf, men ham shoshib qoldim. Gulbiyaz xola, bobom bizga pul berdi. Siz esa ro'molcha berdingiz. Chunki men bobangdek boy emasman-da, bolam. To'g'ri, menchalik emas u. Xolangiz Harundek juda ham badavlat. Shuni aytmoqchi edi-yu, yana shoshib qoldi-da. Husayn afandi, Harun kim o'zi? Xolangizni cho'ntagida chayon bor. Chaqib olishidan qo'rqib qo'lini cho'ntagiga solmaydi-da. Nuran, sen ham kulyapsanmi? Harun kim? Bolalarni birinchi o'qish kuni bo'lgani uchun keldim. Umuman kelmay qo'ya qolaman, o'shanda ko'rasan. Yo'q, kulmadim opa. Sizga shunaqa tuyulgandir. Qani bo'la qolinglar, rasmga tushishimiz kerak, tura qolinglar, bo'la qolinglar. Ibrohim Qani og'a, bolalar, rasmga olib yonimga qo'ying. kelinglar-chi. Qani? Mana shu yerni bosasiz, xo'pmi? Hozir men borib olay. Kela qoling, xola. O'tiring. Opa, keling. O'zinglar tushaveringlar. Voy, yosh bolaga o'xshaysiz. Kela qolsangizchi, o'tiring. Hozir. Olyapman. Dada, Harun kim o'zi? Qayerdan bilay qizim? Pochoqlardan biridir-da. Ahvoli qalay? Qanday bo'lardi opa? Asta-sekin ko'nikyapmiz. Husayn, Denizning qo'lidan ushlab ol. O'ksib qolmasin deb hammamiz atrofida parvona bo'lyapmiz. Bir oy deganda 3-5 og'iz so'z aytyapti xolos. Undan ko'ra yig'lab, baqirib, bor alamidan chiqqani yaxshi edi. Shunda yengil tortardi. Uyasidan chiqqan polaponga o'xshaydi. Biror narsa deyishga ham qo'rqamiz. Ruhiyatida buzilish bor deyishyapti. O'g'limga kuyaymi, nabiramga achinaymi bilmay qoldim. Kela qol, Deniz. Voy xudoyim, Deniz! Bolaginam! Bolaginam! Bolajonim. Bolam, nima Deniz. bo'ldi senga? Nima bo'ldi bolajonim? Nima bo'ldi? Dadamni juda ham sog'indim. Deniz, xafa bo'lma bolam. Biz bormiz-ku. Do'stlaring bor. Husayn bor,
Ayshigul katta xolang, Ibrohim amaking, Sakine opang, Hanife kelinoying, Selim amaking bor. Qara, hammamiz shu yerdamiz. Bugun maktabga bormay qo'ya qol. Birinchi kun-ku. Ustozlar ham indashmaydi. Maktabda yangi do'stlar orttirasan. Ular ham seni qattiq yaxshi ko'rib qolishadi, ha? Qara, u yerlarda otlar bor. Traktorga ham minamiz. Senga ham boshqarishni o'rgatib qo'yaman. Deniz, insonlar o'lishmaydi. Bilasanmi shuni? Alloh ularni yoniga chaqirib oladi. Biz o'ldi deymiz-ku. Aslida ular osmonlarda bizni kutishadi. To'g'rimi, bobosi? Albatta. Bir kun kelib, barchamiz o'sha yerda uchrashamiz. Dadang ham bo'ladi. Hammamiz o'sha yerda bo'lamiz. Keyin esa yuqorilargacha uchib, pastga qaraymiz. Yolg'on gapiryapsiz, hech kim uchmaydi. Jonim, qanotlar bilan uchmaymiz albatta. Men boshqacha uchish haqida aytayotgandim. Yolg'on gapirib nima qilamiz, bolam? Bizga ishonmayapti. Ha, Esingdami, sen bilan bir kitob o'qigandik. Sen uni rasmli roman derding. O'shanda bosh qahramon xuddi qushdek uchardi. Unga ham ishonmaysanmi? O'shaning ismi nima edi? Supermenmi? Ha-da. Dadang Supermen bo'ldi. Osmonlarda parvoz qilyapti. Yerga qaytib tushsin, u uchmasin. Yonimda bo'lishini xohlayapman. Yur o'g'lim. Senga dadangni ko'rsataman. Bobo, maxfiy hujraga kirdik-a? Ha, shu yerda qimirlamay tur, qorong'ida biror joyini urib olma tag'in. Quloq sol, Deniz. Ancha yillar oldin yon qo'shnimiz shu yerdan Germaniyaga ishlagani ketgandi. Ismi Osman edi. Qara, buni ko'rganmisan? Voy, film ko'rsatadigan mashina-ku. Ha, to'g'ri. Hozir tomosha qilamiz. Ha, bobong o'sha odamga shu uskunani olib kelishni buyurgandi. Osman amaking esa yoz kunlarining birida shularni hammasini olib keldi. Bobong bu bilan bir vaqtlar hammamizni tasvirga oldi. Qara, mana bunday. Ana shunday. Men avval rejissyor bo'lganman, rejissyor. Qani, kino boshlandi. Chipta olishga pulingiz bormi? Ha? Bor, juda ham ko'p. Siz chiptamizni bering. 2 kishilik. Voy, pulingni berma, bolam. Bizni laqillatyapti bobong. Voy, rejissyor bobosi, bizdan pul olmasangiz bo'lardi. Yaxshi, bu safar tekinga qo'yib beraman. Lekin undan pul olaman. yo tavba. Voy, bolalar, sizlar ham ketmadinglarmi? Ketmadik. Ular qaytamiz deb turib olishdi. Voy, kino ko'rsatadigan Mayli, mashina. indama, o'tirishsinlar ham. Kiringlar, eshik oldida turmanglar. Qani o'tiringlar. O'tir. Oyog'im ostida o'ralashmanglar. Qani. Ke. Kel. Voy, dadamni kichkinaligi-ku. Jim, Film ovozsiz bo'lsa ham jim deysiz-a? jim o'tir. Jim. Dadajon.
Buni senga beraman. Lekin hech kimga aytma, bo'ptimi? Bu bilan film suratga olasan. Dadajon, O'g'lim, dada, bolajonim. mana bu uskunadan chiqdingizmi? Maktabga boryapsanmi? Ha, siz ko'rdingizmi? Buvim doim bizni kuzatib turishingizni aytdi. Ha. Maktab formasi senga juda yarashgandi. Bashang kiyinib olganding. Shu yerdamidingiz? Ha. Dada, men yana tush ko'ryapmanmi? Shunday bo'lsa nima qilibdi? Shunisi yaxshi emasmi? Unda siz nega Superman emassiz? Chunki sen ulg'ayyapsan. Odam ulg'aysa orzulari kamayadimi? Sizni boshqa ko'ra olmaymanmi? Istasang ko'rishda davom etishing mumkin. To'g'ri, balki qolgan uchrashuvlarimiz aynan hozirgidek haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Chunki o'sha uchrashuvlar o'z xayollaring ekanini tushunasan, lekin o'shanda balki butunlay yaxshiroq ish bo'lar. Ularni o'zing istaganingdek izohlashing mumkin. Bu ulg'ayish deganimi? Ha, o'g'lim, bu ulg'ayish degani. Katta bo'lishni xohlamayman. Nima uchun? Chunki sizni boshqa ko'ra olmayman. Ulg'ayasan, Deniz, ulg'ayishga majbursan. Katta bo'lganingda meni ko'rishga ehtiyojing qolmaydi. Menga ehtiyojing qolmaydi. Yomg'ir yog'adi. Sen endi uyga kir. Siz yuvib ketasiz-ku. Yo'q, yuvib ketmayman. Hamisha xursand bo'laman. Chunki endi seni o'z uying bor o'g'lim. Ketyapsizmi? Kel, sen bilan bir o'yin o'ynaymiz. Kameradan qarab, ketishimni kuzat. Lekin ichida tasmasi yo'q-ku. Bor, sen bilmaysan xolos. Men solib qo'ydim. Olchi. Yaxshi boring, dada. Deniz dadasi bilan vidolashayotganida unga boshqa yig'lamayman va ulg'ayaman deb so'z berdi. Chunki endi osmonlarda uchmasa ham super qahramonga aylangan otasi bor edi. Deniz super qahramonning ketishiga ruxsat berdi. Chunki uni yangi sarguzashtlar kutayotgandi.
oxiri baxtli yakun bilan tugovchi hikoyalar endi boshqalarga aytilishi kerak edi.